Demak, bu hozir savolda so'ralganidek, badandan oilada er-xotinni bir-biri bilan munosabatida, hazillashganida, demak, bu yuzaga keladigan narsa. Mazi chiqadi. Endi maziyning hukmi savolda so'ralganidek, g'usl vojib bo'ladimi? Yo'q. Maziydan agar uyg'oqlik paytida badandan chiqsa, g'usl vojib bo'lmaydi. G'usl qachon vojib bo'ladi? Badandan mani chiqsa. Mani bu maziydan ko'ra sal qattiqroq bo'ladi, quyuqroq bo'ladi va u chiqishligi insonning badanidan ajralib chiqish paytida, uyg'oqlik paytida bo'lsa agar, shiddat bilan, qattiqlik bilan otilib chiqsa, ana undan keyin u g'uslni vojib qiladi. Maziyda esa kishi xayolida bir narsalarni o'ylaganida yoki o'zini ahli bilan, ayoli bilan o'ynashganida, hazillashganida keladigan suyuqlik bu maziy hisoblanadi. Bunda badanda titrashlik bo'lmaydi. Bunda shahvat bilan otilib chiqish yo'q. Bu oddiy, demak, bir namlik bo'lib chiqadida, bu bilan demak insonning tahorati ketadi, ammo g'usl vojib bo'lmaydi.